Suriyalik bog'bonni hibsga olishdi. Allohga shukr, qochib qutulib, yordam chaqirishga ulgurdim. Ağlama Zuhra. Onu hapse attık. Artık sana zarar veremez. Singlingni turmushga uzatsang-u, telefon orqali to'yini tomosha qilish azob ekan. Vaqtni o'tishini qarang, Turkiyada ikkinchi qish faslini kutib olyapman. Ishdagi charchoqdan hordiq olish uchun dengiz bo'g'iga chiqdim. Zuhra, sana bir şey söylemek istiyorum. Zuhra, yaptığın emek ve gösterdiğin ilgi için sana teşekkür ederim. Allah seni mübarek kılsın. Ahmed boboni oxirgi manzilga kuzatdik. Yaxshi inson edilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yangi ishga o'tdim. Bugundan Oqsaroyda o'zbek oshxonasida ishlayman. Taomlarni yaxshi pishirishni bilganim uchun bu yerda menga yaxshi maosh to'lashini aytishdi.